Bir go'zal manzilim bor. U yerga borishni ko'p xohlayman. Har ko'rganda borganda esa qolgim keladi. U yer mening Madinam, asli oshig'im, muhabbatimdir. Kim Madinaga borsa, Madinani yaxshi ko'rib qoladi. Madinaga borganlar tasavvur etinglar. Sizni ham Madina maftun etgan. Makka quyosh bo'lsa, sen oysan Madina. Makka boy bo'lsa, sen undanda boysan Madina. Makkaning Ka'basi bo'lsa, senda Muhammad bor Madina. Makkada Hadisha bo'lsa, senda Oyisha bor ey Madina. Makkaning haybati, salobati bo'lsa, senda muhabbat bor, senda mehr bor Madina. Rasul akram alayhissalom aytadilar: Madinada vafot bo'lsa kim, mening shafaatim vojib bo'ladi deganlar. 10 mingdan oshiq sahobalar yotibdi. Madinaga dajjol kira olmaydi. Madinaga yomonlik kirmaydi. Madina solihlar shahri. Madina Rasulullohning shahri. Kimki Madinaga borgan bo'lsa, Rasulullohning mehmoni bo'ladi. Kimki Makkada bo'lsa, Allohning mehmoni bo'ladi.